Ish qurollarini Optim birinchi qo'l sotiladigan joy yetganimiz bo'lsa, eng arzon joydan, eng asosiysi bo'lsa, ishonchli joydan sizlarga video syomka qilib o'tib ketyapmiz. Biz hozirgi kunda Farg'ona viloyati eski bozor deyshadi. Kirgilda ana shu eski bozorda, ya'ni Glavniy darvozasi bor. Ana shu yerdan kirganlarida Abdurashid akamiz joy yetganimiz bo'lsa, bu yerda nomi eski bozor bo'lganlar hammasi yangi tavallar sotiladi bo'lsa, bu yerda xohlasa bolgarka, drill, отбойный deysizlarmi yoki bo'lsa suvarka apparatlar deysizlarmi, undan tashqari suv nasosi ham hamma yo'qlarni bemalol topishlar imkoniyati bo'ladi bo'lsa, eng asosiysi O'zbekiston bo'ladi. Dastlabkilar va faqatgina kelishilgan holatda dastlabkasini ham do'stlar jo'natib yuborishadi. Ya'ni o'zingizning joylaringizda pochtaga borgandan keyin to'lovlar amalga oshirish mumkin. Endi to'liq ma'lumotlar Abdurash akadan olib ketamiz. Ana endi do'stlar to'liq ma'lumotlar Abdurash akadan olib ketamiz. Assalomu alaykum Abdurash aka, yaxshimisiz? Charchamasdan ishlar yaxshimi? Rahmat do'shim. Xo'p, Abdurash aka mana hozir O'zi bahor oyi kelyapti, rosa sezon boshlanyapti. Bularga yana aksiyalar davom etyaptimi aka yo aksiyalar hozir to'xtadimi aka? Aksiyalarimiz davom etyapti. Davom etyapti. Mana aksiyalar, mana shu poylarimiz 170 mingdan aksiyada. Yengil ishlar uchun normalniy sredniylaridan olib kelib qo'yganmiz. 210 ming so'm mana. Bundan ko'ra quvvati ko'proq bo'ladi. Hali suvga tiqib ishlatsa ham ishlab olmaydigan. Bundan ham kuchlirog'ini so'raganlarga mana 250 ming so'mdan. 250 ming so'm. Boshqa videolarimizda samares qatirib, katta shurplarni ko'rsatganmiz, xuddi o'shanda mana. Xuddi o'shanda. Mana oborotlari tezroq bo'ladi bulardan ko'ra, 210 mingdan ko'ra. Yana yaxshiroq. Qimmat shurpoylardan zo'rmasi o'shalar o'rnini bosadi. O'shalar qimmatlardan farqi zaryad ushashida bo'ladi. Asosiy gilamiz shunda farqi bo'ladi. Keyin balgarkalarimiz bor. Endi murojaat qilishaveradi. Abdumajid mana shu uchovi bas, xilma-xili bor. Har xillardan bor. Arzon qimmatlari so'rashaveradi, har xil firmalarniki bor. Balgarkalarimiz mana. Yengil ishlar uchun kogida ishlataman deganlarga bo'laveradi. 200 ming, 190 ming. 200 ming, 190. O'rta sifatdagilar 270 ming so'm. 250 ming so'mdan ham qilib beryapmiz. Endi mana har doimgidek yaxshisidan deganlarga mana Rekord firmasiniki qo'lga ixcham, obmotga akir misli bo'ladi. Eski narxi 350 ming so'm, o'sha 300 ming so'mdan aksiyada bor. 300 ming so'mdan aksiyada. Juda ham zo'r do'stlar. Qo'lga ixcham, oboroti baland bo'ladi. Oborotlar baland. Sop kaltasi mana 280 ming, 300 ming edi bu. Bu 260 ming so'm. 260 ming so'm. Faqat shunisi farqi bor xolos. Farqi shu, sop kalti, sop uzun. Hamma o'zini ishiga qarab moslab olaveradi. 180 talilarimiz bo'ladi. 380 mingdan boshlanadi. Yaxshisini deganlarga mana Rekord firmasiniki bor, ichkarida yana ko'rsatamiz. U 450 ming so'm. 450 ming so'm. Yana ham anulardan ham kuch ko'proq bo'ladi. Juda ham zo'r. Xo'p do'stlar, bu tashqaridagi joylari, ichkarida yana joylari ham bor. Ular ham xohlasa qo'llangancha bir-birini tanishtirib o'tamiz. Xo'p. Perforatorlarimiz, mana aksiyada perforatorlarimiz tugab bo'ldi, yana olib kelib qo'ydik. 300 ming so'mdan. 300 ming so'mdan mana shular. 300 ming so'mdan. Devalt bor, bosam bor, makita bor. Mana shular hammasi 300 ming so'm. 300 ming so'mdan. Keyin aksiya variant dan tashqari eski vipiskalarimiz bor, 380 ming so'mdan. 380 ming so'm. Uni afzalligi farqini murojaat qilsa aytaman. Kuchida, quvvatida farq qiladi, keyin ichida chiqadigan detallarida. Aslida farq qiladi. Kattaroq bo'ladi, baquvvatroq bo'ladi. Endi mana naborlarimiz bor, 3 talik, 4 talik, 2 talik, har xilidan bor, so'rashaveradi. Bular mana makita 4 talik naborimiz vaqtida 1 million 300 ming, 1 million 200 ming bo'lgan. Hozir 1 million qilib berganmiz. Bitta olsa qimmat shu 4 talik nabor. 4 talik nabor. 4 talik nabor. Balgarka, perforator, yakavor va shurpoyor. Yaxshisidan, originalidan. 5 taligi bor, 4 taligi bor, 3 ta, 2 taligi bor. Mana bitta balgarkani o'zi bor, 550 ming so'm, Rishta firmasiniki. Ikkitasi birda bor 750 mingdan. 750 ming. Xilma-xili bor, so'rashaveradi. Ishlariga qarab, nima ish qilishlariga qarab tavsiya berilaveradi. Juda ham zo'r do'stlar. Keyin yana mana elektropilalarimiz. Daraxt keskani, boshqaga ishlatgani var. 300 ming so'mdan boshlanadi, tepaga qarab yuraveradi. 400 ming, 450 ming, 500 ming har xilidan bor mana bulardan. Texnik firmalardan ko'p so'rashyapti, olib kelib qo'ygan. Har baquvvatidan deganlarga. Baquvvat. Eski narxi 650 ming edi, 550 ming qilib qo'ygan. 550 ming, ya'ni 100 ming chekirmadi do'stlar. Mana yana bog'bon ishlariga ko'proq kerak bo'ladigan 380 ming edi, 320 ming qilib qo'yganmiz. Do'stlar qaranglar. Nimaga bu sizda 380 ming, 320 ming, 200 ming deyapti degan ko'p savol bo'ladi. Abdumalik, nima? Abdumalik qarang, mana nimasi kaltaroq bo'ladi, arzon 200 ming. Keyin batareykasi bitta bo'ladi. Farqi shu. Keyin mana quvvatida bo'ladi. Quvvatida bo'ladi. Ko'tarilib boraveradi, 400 ming, 500 ming qimmatlashib boraveradi. Qimmatlashib boradi. To'g'risi adashmagan bo'lsam biz qanaqasidan bo'lsa so'rashadi yoki bundan beriladi. Mashina o'rinli narsa. Udobniy. Oborot tez. Qalinlik mashinada bo'layotgan daraxtlar bemalol kesib bilaydan kattalarni kesaveradi. Kesaveradi. Bu 500 ming so'm. 500 ming so'mdan. Juda ham zo'r.
Xo'p, benzinlilarni necha bilan boshlanadi? Benzinlilarimiz mana 450 ming, 430 mingliklar 400 mingdan qilib berganmiz. 400 mingdan qilib qo'yildi. Yaxshi o'rinligi. Undan arzonlari ham bo'ladi, men bundan olib kelmayapman. Bundan ochali yo'q. Shtil firmalarimiz mana 600 ming, 550 ming edi, 500 ming qilib qo'ydik. Xitoy variant arzonimi. Zo'r. Yaxshi ish beradigan. Yaxshi beradi. Poligonlarimiz bor mana. 700 ming so'm, 650 ming so'm edi. 650 ming qilib berganmiz, 700 ming edi, 650 ming qilib berganmiz. 650 ming so'm. Xilma-xili bor murojaat qilishaveradi. Doimiy ishlarga yoki uyda ishlataman desa, tavsiya qilaveramiz. Tavsiya qilib berilaveradi. Ishiga qarab turib. Ishiga qarab berilaveradi. Xo'p, bu tomonda esa suvarka Apparatlarimiz, apparatlarimiz. eng arzoni 410 ming so'mdan mana. Mashina. Kamroq ishlataman desa, tok yaxshi paytda 2 litr bemalol ishlataveradi. 3 ta ham yoqaveradi-yu, 3 ta ko'tarmaydi, aytaveramiz to'g'risini. 2 litr lekin yaxshi ishlaydi. Ha, unaqa 400 ming, 450 ming apparat 2 ni ko'taradi xolos. Zaruratda 3 ta ishlataman desa, mana 3 ta bo'ladi. Doimiy ishga bo'lmaydi. Ora-ora. 430 mingdan ora-orada. Zo'r. Ixcham bo'lsin, 3 ta ham ko'tarsin, yaxshisidan deganlar mana eski firmalarimizdan tugab qolib olib ketib qo'ydi mana. Mana shu ko'taradi 3 ta ham. Bemalol ko'tarishsa bo'ladi. 580 ming edi, 520 ming qilib berganmiz. Zo'r bo'lsa Mana 580 shu ming. bemalol. Chegirma narxlari. Ha, ish beraveradi. Tok yaxshi joyda 70%, 60% quvvatida 3 ta yoqaveradi. Pastroq bo'lsa maksimalga qo'yib olishaveradi. Afzalli tarafi 160, 170 tokka yaxshi ishlayveradi. Ha, bemalol ishlaydi. Demak, qish kunlarda ham seit past joylardan olib bemalol ishlasa bo'laveradi. Keyin mana Texa firmamizni ko'pchilik nima olib kelmayapsiz deb talab bo'layotgandi. Mana har xildan qilib olib kelib qo'ydik. Uy sharoitida ishlatgani yaxshisi, narigi manga jicha kichkina sal puxtarog'idan bo'lsin deganlarga mana ham uy ishiga, ham ustachiligiga javob beradigan. Rekordniki 620 ming so'm, Texaniki 600 ming so'm. 600 ming so'm. Aha. Bu ham ustachiligiga, ham uy ishiga aytaveradi. Ikkalasidan olsa bo'ladi. Amperaji ko'tarilib boraveradi, narxlari qo'shilaveradi. Mana 380 talik 720 ming edi. 630 ming qilib berganmiz mana bu ham aksiyada. Bo'lsa, Bundan ham nagruskaroq bo'lsa, mana 480 taligi bor, 450 taligi bor. Bular 750 mingdan aksiyada. 750 ming so'mdan juda ham zo'r. Demak, batda ishlarga qarab turib tavsiya beriladi. Endi mana qarang, ham simli, ham elektrotli deganlarga bezgaz. Ko'pchilik mana hozir talablarga qarab Bioti mana 1 million so'm, Rolovtiki bor 1 million 100 ming so'm. Mana bulardan ham narxi arzon, kerak bo'lsa kimgadir bulardan ham yaxshiroq. Ustunroq deb, yaxshiroq deb ishlatishyapti. Mana Vektor bo'sh makitadan olib kelib berganmiz. Bularning yaxshi tarafi 5 kilogacha sim tushaveradi. 5 kilo olaveradi. Tok yaxshi joyda elektrotni 4 gacha ko'taryapti, anular 3 gacha ko'taradi. Bioti ham zo'r. 2025 da eng ko'p sotgan firmalarimizdan bittasi Bioti. Lekin mana 2026 ni boshidan sotishni boshladik. Bular yana ham boshqacha chiqyapti. Birovga bersa shikoyat bo'lgani yo'q. Vektor 950 ming, bo'sh bilan makita 900 ming. 900 ming. Hali arzon 600 ming, 700 mingliklardan bas e'tibor berib qo'yasizlar o'shalarga. Shuncha farq qiladi. O'shanisi bu elektrodda ham, simda ham qalin metallarda ham yaxshi qo'yyapti. Zo'r bo'lsa. O'zining ichidan 01 chiqadigan simda qalin metallarda ham yaxshi qo'yyapti. O'sha tarafi afzal. Endi murojaat qilishaveradi alyumin ishiga, svitnoy metal, Luboydan bor mana, Uragan firmalarimiz bor. Har xilidan bor. Har xilidan bor. Bemalol aloqaga chiqishadi. Shura mana Uraganlarimiz 2 million 450 ming so'm, 750 ligi, 2,5 million so'm, mingligi. Mana eski piska 600 ligi 2 million 700 ming so'm. Mana bulardan pul arzon, kerak bo'lsa bulardan ham zo'r ishlaydi. 2 million so'm, 1 million 900 ming so'm. 1 million 900 ming so'm. Kimga qanaqa? Misol uchun mana undan ko'ra kimdir buni afzal deydi, kimdir mana uni ishiga qarab. Ishiga qarab, ya'ni o'zini ustiga qarab, o'zini ishiga mana to'g'ri kelsa, kimdir ishiga bu to'g'ri keladi. Zo'r aka, xudo xolasa. Do'stlar, biz hozirgi kunda yana bitta ma'zuriyat qaytarib o'tgan Farg'ona viloyati Kirgilida eski bozor deyiladi. Ana shu yerda gilamli darvozadan kirganda Abdurashid akamiz oldiradi. Deyli har kuni ish bo'ladi aka. Bir kun jumadan tashqari har kun jumadan tashqari har kuni shu yerda kelishaveradi, xudo xolasa. Xo'p, endi bu tomondagilar aytadiganimiz tashqarida sizlarga qisqacharoq ko'rsatib o'tdim. Mana sizlarga kattaroqlari bular ekan. Xilma-xili ishlariga qarab o'rta tosh tushadigan, katta tosh tushadigan har xilidan bor. Necha pulgacha bo'ladi aka? Eng arzon o'zi 190 mingdan 1 milliongacha bor. 190 mingdan 1 million so'mgacha bor. Juda ham zo'r. Mana beton teshadiganlarimiz bor mana. Bundan bag'ib qurilishlar yursa ketadi. 2 million 400 ming, 2 million 700 ming Eramaxniki, 3 million so'm Kaybandiki. Har xilidan bor aka, murojaat qilishaveradi. Juda ham zo'r do'stlar. Bu tomonda yana qo'shimcha narsalarimiz ham bor do'stlar. Aloqaga chiqamiz. Suv nasoslardan, suv nasoslardan ham tallarimiz bor mana. Ko'proq ehtiyojga kerakli. 500 kiloligi 1 million 400 ming so'm, 800 kiloligi 1 million 700 ming so'm, 1 tonnaligi 2 million 200 ming so'm. 2 million 200 ming so'm. 200 mingdan tushirib qo'yganmiz. Lazerlarimiz bor mana, ehtiyojga ko'proq kerak bo'ladi usta akalarimizga. 330 mingdan tepaga qarab yuraveradi. 350 mingdan
qimmat turadiganlari nuri tiniq. Nurida farq qiladi, so'rab murojaat qilsa, Shunga qarab shuncha turib, beraveramiz. Shuncha qarab turib. Hozir unaqa joy qimmatini olish shart emasdan, demak. Puli arzon lazerlar ham eng arzon emas-u, sredniy narxdagi lazerlar ham yaxshi chiqyapti. Yaxshi So'rashsa, o'zini qilib beraveradi. O'sha Rossiyada atrofda musofirchilikda yurgan ustalar akalarimizga yaxshi murojaat qilamiz. Atrofdan qimmat pulga instrument olib kelish hojati yo'q. Mendan sotib olsin demayman. O'zbekistondan olsin o'zi ancha arzon bo'lib qolgan. Ham sifati Ham yaxshi, sifati yaxshi, hozir ham erkinlik bo'lib qolib, har taraflama yaxshi kelyapti. Juda ham zo'r do'stlar. Xo'p, kulish naborlarimiz. Kulish naborlarimiz mana original ustalar uchun. Bunisi 550 ming, bunisi 850 ming so'm. Rol firmaniki mana original. Usta akalar bilishadi, eski rol firma. Avto ustaxonalarda ishlaydigan narsalar. Bunisi nabor kamroq, bunisi nabor ko'proq. Nimasiga qarab ishlayveradi. Shunga qarab narxi. Adboniylarimiz bor mana. 1 million 50 ming, 1 million 300 ming, 1,5 million mana Eramax'niki. Mana 1 million 900 ming edi paytida 1 million 600 ming qilib qo'ydi Impuls'niki. Doimiy nagruzkaga ishlasa mana shunday ishlayveradi. Bemalol ishlatib Har turadi. xilidan bor murojaat qilishaveradi. Juda ham zo'r do'stlar. Xudo xolasa do'stlar metr, balvatga xullas hamma yoq instrumentlar hammasi bor aka, xudo xolasa aloqa chiqaveradi. Do'stlar ekranda nomerlarni qoldirgan. Biz kanalni oldida yuramiz. Chiroq narxlarga kelishgan holatda qilish adresaga ko'pga rahmat. Sog' bo'linglar aka. Xo'p, rahmat. Salomat bo'ling.